Barchalaringni hayit bayramlaring bilan tabriklayman. Lekin bu bayram bizga to'timayapti. Sababi mana shu Shahzod Goldni shunday ulug' kunlarda olib borib qamab qo'yishligi to'g'risi ko'tara olmayapmiz, chida olmayapmiz. Nima sababdan Damashniy arest, ya'ni o'sha uy qamog'idan qamoqqa jazo o'zgartirilganligiga tushunmayapmiz. Chunki so'rab surishtirganimizga uy qamog'ini biron marta buzmagan ekan. Alam qiladigan narsa shuki, bitta kelinchak 4 ta yosh go'dakni qanday boqadi? Hatto shu Shahzod ozod, ya'ni o'sha uy qamog'ida bo'lgan holatda ham uyida ikkita non olib kelib bolalarini oldida edi. Lekin mana shu 4 ta farzand bilan, kichkintoylar bilan bu kelinchakni qanday kun kechiradi?